o'sha marka o'zbek tilida yo'l xaritasi kompyuter dastur uchun ma'lum bir darajada qanaqadir Najot ta'lim. Bizning ham maqsadimiz shu yoshlarni qora ishchi emas, mayli Rossiyaga borsin, professional bo'lib borsin. Har yili Rossiyada 500 ming IT ish o'rni bo'sh turibdi. Bir yilda o'zida 1 million talaba o'qishga kira olmaydi. O'tgan yilni hisoblaydigan bo'lsak, 5-6 million talaba ilm izlab yuribdi. U odamlardan ham aqlliroq bo'lsa shunaqa vaziyatlar. Hatto yoningizdan ko'rsa ham taniydi sizligingizni. Tesla'ning kuchi nimada? Birinchidan, moshina sotadi. Ikkinchidan, moshinalar dunyo bo'ylab sotadi. Waymo faqat Amerikada yuradi. Boshqa joyda yo'q. Tesla'ning moshinalari butunlay Toshkentda ham yuribdi. Nechta Tesla yuribdi, so'ram. Yozaveradi, ustoz, bunaqa qilsa nima bo'ladi? Qilib ko'r, deymanda, jahlim chiqib ketadi-da, qilib ko'r. Bunaqa qilsa nima bo'ladi deydi-da, masalan, aytda X o'rniga Y qo'ysa nima bo'ladi deydi. Portlab ketmaydi-ku, atom reaktor emas-ku, kompyuter-ku deymanda, O'zbekistonda maoshlar yaxshi bo'lib qoldi Malayziyadan ko'ra. Agar yaxshi dasturchi bo'lsangiz. Havosi yaxshi, iqlimi zo'r, hech qachon qish bo'lmaydi, hech qachon yoz ham bo'lmaydi. Hatto bitta 30 gradus, minus tarafi zerikib qolasiz. Ya'ni qishga tayyorlanmaysiz, yozga tayyorlanmaysiz, beg'am bo'lib qolasiz. Yuraverasiz, bitta shippak kiyib olasiz, bo'lgan kiyasizda yil 12 oy yurasizda, umuman ishlar o'zgarmaydi-da, bir xil yurasiz. Najot ta'lim. Najot ta'lim.